Katta bola keldim hozir. Keyin o'g'lim, yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz, oyi? Yaxshi o'tiribman, Xudoga shukr. Keliningiz ko'rinmaydi? Yo'q, bo'lganiga ko'rmaydi. Kelinni Oysinikiga jo'natib yubordim. 2 kundan keyin Oysi ketar ekanmi, yo bir haftadan keyin kelar ekanmi? Xullas, Shu situatsiyani tushunmay Ko'rsat bermaraman. Oyisi bir haftadan keyin kelsa, demak hozir uyda hech kim yo'q, to'g'rimi? oyisi bir haftadan keyin ketarkanmi yoki 2 kundan keyin kelarkanmi yoki oyisi bor O'lib ekanmi? qolavida bilmayman. Shikar ichib ketaman. Lekin onasi bir haftadan keyin ketarkan, o'shanga qo'yib yubordim desa, okey. No, lekin onasi 2 kundan keyin kelarkan desa, 2 kun o'zida, ya'ni qayerda u? Men ruxsat bermadim-ku. Nimaga meni nomimdan ish qilasiz? Sizlarni hozir bitta joyga olib borib ovqatlantirmoqchi Tashlay edim. aka. o'g'lim, o'sha joyga ham keyin ham borarmiz. U joyga qochib ketayotgani yo'q-ku. Lekin tan olish kerak, mana bu akani dobri qilib ko'rsatishganda, hozir tuppa jag'ildor, agressivniy bo'lmadilar-da. Yetib o'tib ketyapti, uydagilar ovqatlanganini olib bormoqchi edim deyapti. Shu joy misol uchun menga yoqdi. Ancha bo'ldimi ketganiga? Ha? Shu 1 soat bo'lib qoldi. Ancha emas-da bu, endi yetib borgan-ku. Bo'pti, o'zim borib olib kelaman. Voy. Ha, o'zi kelardi. Oyingiz ham olsangiz, yo'lda qaytishda o'sha joyga kirib o'tardi. Birga. Ozgina vaqt ketkizib qoladi. Bilganingni qil. Kelmadi deydi. Rushnoychi, mana bunaqa Ya'ni u tashqariga eshitildi. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom o'g'lim, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Asal uydami? men qattan bilaman. Onamnikiga boraman deb ketgan ekan-u. U ham onamnikiga deganicha topish mumkin bo'lgan joyi. Yaramas. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas, shuni aytishadi. Hozir Opa, nimani o'ylayapsiz? menimcha dugonasinikiga ketgan bo'lsa kerak. Bir qalin dugonasi bor. Tez-tez ko'rishmasa Qalin turolmaydi. dugonasi bor. Uyni bilasizmi? Ha, bilaman. Yuring, borib olib kelamiz. Ha, yo'q, men o'zim borib chaqirib kelaman. Yuring, tayyor mashina bor, o'tiring. Keling. Mayli. U ham to'g'ri qimorxonaga boshlab boradi. Hozir siz shu yerda o'tirib turing, men dugonasiga kirib chiqaman. Xo'p. Xo'p. Qimorxona, ana bola yugurib chiqa oladi biriga. Eng qiziq qimorxonani qayerdan biladi opa? Stop. Qimorxonani qayerdan biladilar? O'zlari ham qimorbozlikni bilgandan keyin qaytib bormaysan hech Chunki bizga qattan tilla degan narsa hali ochib berilmadi, balkim hozir ochib beriladi. Hozir lekin opam to'g'ri o'sha qimor o'ynalayotgan joyga. O'sha yashil darvoza, bro. Ha, bildim. Endi o'sha yoqqa kirsalar, qimorbozlarni uyida kim bittani laycha bo'ladi-yu. O'shani ham. Assalomu alaykum. Opa desa, demak, tillalar qayerdanligi ma'lum. Latab, ana latani sizlar. To'yda dugonalarim kelmagan edi. Bu yerda bir gap borga o'xshayapti. Kiring. Ha, hatto bu yotibdi-yu. Chochuv bal. Chak olishga. Ya lekin oshiror deylar u qiz. E'tibor bermadi hozirning ikkitasi opaga. Zinadan tusha olgan odam ro'parasiga odamga e'tibor beradi. Tim bo'li zina qiyin. Sen bo'lib bunaqa zinadan tusha olmaysan. O'zim qiynalaman, normalniy. Hozir olib kelaman. Emotional damage. Wow. Sochli yuvilgan. Yo, eng qizig'i opa shuni eshikni ochib og'aylarni ko'rmadilar. Karta o'ynash uchun sochchi nima keragi bor hozir ana yoyib olib. Sal. Oyi. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Suzgani keldim. Men senga bu yerga kelmagin degandim-ku. Shuncha qilganimni ko'tingga tillalaring qani? Ziraging qani? Oyi, hammasini yutqizib qo'ydim. Nima? Yer yutsiz seni. Yo, yutqizib qo'ydim, yer ham yutolmaydi o'sha. Yutishga narsa yo'q. Kiring kutib turibdi. Yerga ham yutqizib olib keldi deb olib keldim. Eri? Qani yur. Yo, oyi, bormayman. Yo. Erin olib kel, Farruh keluvdi. Kim? Ha, endi Erin. Yur deyapman senga. Keting. Asal to'xta. Asal. chiqolmaysizmi ustiga? Hali bu qimorbozmi? Qimor. Meni aldashibdi-da. Voy! Kirmaysizmi bu yerda? Kirib, usha olmaysizmi ustida? Endi nima qilaman? Pishib ketasiz. Taksi chaqir. Taksiga pulim yo'q. Eriga nima deyman? O'ynayapman, qimor o'ynayman. Qani, chakib qolibdi-da dugonalar. To'yga kim udi? O'shanda, ana tillalarni Eng yutqizgan qizig'i ikkita bola pastga kirib ketdi. Hozir olib chiqaman deb opa tepaga chiqib ketdilar o'yinga. Ha, tualet. Nima bo'lyapti? Tualet. Nimaga bu odam kirgandan keyin chiqyapti, chiqqandan keyin kirib kelyapti? Qidiring, tosh boshligi boshini. Ketib qopti-da. Yo, razvorot qilyapti naryoqdan.
Demak, hammasini eshitibdi. Gaplashing kamera bilan. Bo'ldimi? Qimor ichini ko'rsatinglar, qimor. Yo'q. Vertolyot tushini eshityapmiz ham hozir. Sound dizayn yo'q. Propeller anaqasi bilan qo'yishgan, to'g'rimi? Ona sifatida sizga juda ham achindim. Ammo Yaxshi ayollar yana shu bitta ona sifatida o'z bolamni taqdirini bunday qilib tashlab qo'ya olmayman. To'g'ri, aldandik. Lekin ko'ra bila turib o'g'limga, "Voy o'g'lim ajrashmagin, xotining yaxshi bo'lib ketadi." Salim opa, shu qizimni baxti uchun borimni beraman. Balkim Farruxjon tarbiyala bola. Bu qizim uchun borimni tikaman desa, Qizim qimorboz bo'lmaydi shunda demoqchisiz-da. Lekin tikaman degan. amma siz ham shunaqa yuzimdan turib. Hozir tushuntirib beraman. Siz bera olmagan tarbiyani o'g'lim qayerdan ham berardi? Va bank qildilar. Oxiri yo'q ishni so'rayotganingizni o'zingiz ham yaxshi bilib turibsiz. Vashi zo'r tilla oyal. Mayli, biz sizni ayblamayapmiz, urushmayapmiz. O'g'lim hech narsa demayapti. Borib sudga ariza yozib keldi, bo'ldi. Siz bilan bir-birimizni hurmat qilgan holda bolalarimizni chiroyli ajrashtiraylik. Eng to'g'ri yo'l shu. Mayli, nima ham dirdim. Ikkita adaqani. Yo'q, bizda ota roli qimmatda. Hamma navigatorda ko'ryapsan. O'ni berasizmi? Chaqirsa adan rolni. Men hozir tushmayman bularga. Birinchisi. Qaritdi, grim qo'shadi. Bularni grimini bilaman, bro. Turja. Basharani oxirgi ish qilishadi, o'zi oqaradi, o'zi. Yo'q, ota roli yo'q-da, bilasan. Asosan navigatorda ota roli bo'lmaydi. Shuning uchun bolalar buzilib ketgan deb Da. ko'rsatib qo'yishganda. Nimaga demaysan? Vaholanki Nimaga unaqa demaysan? Chunki ssenariyda ko'rib turgan hol deydi. Odam ko'p erkak kishida. U odam biladi-da nimaligini. Men-ku adana rolini o'ynayman. Sanchi hozirchi yo'qolish, fokusning rolini o'ynaysanmi? Fokus ko'rsatasanmi menga? Yo'qolib qolgan. Men adan rolini, sen sehrgar rolini o'ynaysan. Qanaqasiga deb qarab. Teleport. Muzikant bo'lgan. Farruxjonni baxtini bersin. Amin. Mayli, Siz ham yaxshi boring. yaxshi qoling. O'g'il uchun qivorsan. Va bu opa o'zi xohlamasa kelar o'g'illar baxtli bo'lishadi. Bir aytali yo'q bo'lsin deylik. Kim marta so'radi. Yoki omin yoqmagandir anaqaga, xudoga. Oradan qanchadir vaqt o'tdi, mashina bilan bakalashga hali ham o'shatib turgan bo'ladi. Bu uyda yosh bola kim bor? Который bunda o'ynaydi, ikol suv ichadi. Eshikni olib keling, tillalaringiz yo'qoladi. Ko'cha orzu bu, tani orzuladagi. Hayoldagi olam. Glow olam. Kontur zo'r bo'l. Bilmasdan qilib qo'yishda. O'rtaga o'tirmadilar deyish. Просто bunda kelib. Kamera sal joyini o'zgartirsa bo'ladi, xolos. Просто o'zgartirish. Kimdir quvib kelyapti. Oyi! Oyijon! Oyijon! Shunda Farruh raz borib ariza yozib o'rgan. Hozir qayerdan kelayotganlarini bilaylik, opa. Agar qimorxonadan kelayotgan bo'lsalar, o'sha kunning o'zida bo'lib ketgan hamma narsa. Bor yozib o'rganlar. Ha, opa ham o'tga borganlar. Yo'lda unaqa kelib. Yondagi sidinada yozib ketadi. Oyi, men ketishim kerak. Oyi, meni eshityapsizmi? Meni qutqaring. Qaynanang bilan ering sendan voz kechishdi. Ha, bugun bo'layotgan shekilli. Oyi, hozir bu muhim emas menga. Hayotim qil ustida. Iltimos, meni qamab qo'yishadi, oyi. Yashirib qo'ying meni, iltimos. Oyi, iltimos. Nima, eshik taqillamadi, sirena eshitilmadi, politsiyaniki. Nima u? Yordam bering, jon, oyijon. Azushka yaxshi. Yordam bering, oyi. Meni qamab qo'yishadi. Seminalar bilan kelishyapti. Meni qamab qo'yishadi. Opa yaxshi o'ynayaptilar sal. Nima bank o'marganlar yo'q. Deb anta spesnas kelyapti-da. Vertolyotlarni chaqirib tashlashgan, qarang. Opam 6 ta yulduzga o'ynab bormaganlar yo'q, qimorra. O'sha gap, просто uchastkavoy keladi. Anaqa qarab oling. Ketasizmi? Bir ketasizmi mahalla komitetga? Da. Kelib qolmayapti-yu. Hayot seni Kameraga qarab yurmang, kameraga qarab yurmang. Seni masxaraladi. Nimaga kameraga qarab yuribdilar? Bu sendan menga berilgan jazo. Aslida bu jazoga loyiqman. Erim tashlab ketdi. Ochko'zligim sabab. Tillalaring, uying bilan yolg'iz qolding, Zarifa. Ortidan yugurgan boylaring bilan yolg'iz qolding. Adashdim. Qattiq adashdim. Nima menga hozir notanish qaysidir dizayner kompliment qilyapti. Bunchalar zo'rsan deb. Men bandman. Bunchalar zo'rsan.
Charxov